Ushbu mamlakat aholisining har 10 kishidan 8 tasi qishloq xo'jaligi yoki baliqchilik bilan shug'ullanadi. Shunday bo'lsa-da, mamlakatda tez-tez oziq-ovqat tanqischiligi kuzatilar ekan. Barchaga salom. Bugun aholisining asosiy qismi musulmonlardan iborat bo'lgan Komorlar yoki Komor orollari davlati haqida o'rganib chiqamiz. Afrikaning sharqida Madagaskar orolidan g'arbroqda joylashgan Komorlar Hind okeani havzasiga kiradi va 4 ta oroldan tashkil topgan. Komorlar poytaxti Moroni shahri va mamlakat aholisining asosiy qismi ushbu shaharda istiqomat qiladi. O'lkaning umumiy hududi 2235 kvadrat kilometr, aholisi 865 ming kishi va ularning 98% qismi islom diniga e'tiqod qiladi. Komorlar 1975-yilda Fransiyadan ajralib o'z mustaqilligini e'lon qiladi. Bu yerda Komor, fransuz va arab tillari rasmiy til hisoblanadi. Bu davlatda o'rtacha oylik ish haqlari $649, yillik yalpi ichki mahsuloti 1 milliard 422 million. Afrikada